رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم hürmetli qarindoshlar. Biz Arshi A'lodan kelgan nido degan oldingi darsimizda Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning 38 yosh kirgan vaqtida har yili Ramazonda yolg'iz Hiro g'origa chiqib shu yerda bir necha kunni xilvatda o'tkazganligi va u yerda nihoyat cho'nqur tafakkur qiladiganligi haqida so'zlagan edik. Mana bu Rasulullohning payg'ambar bo'lishdan ilgirki ko'rilgan alohida ahvollarning birisi bo'lsa, bir necha kun xilvatda o'ltirib tafakkur qilish. Hamda tafakkur qilish bo'lsa, dinimizda nihoyat cho'ng muhim bir ibodatlarning qatoridan hisoblandi. Hatto hammamiz bilamiz qarindoshlar, dunyoni o'zgartiradigan to'g'ri tafakkur qilish. O'ylab baqili, biz dunyo oxiratning baxt saodatiga erishish uchun Alloh subhanahu va taologa itoat qilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taologa to'g'ri ravishda itoat qilish uchun oldi bilan Alloh subhanahu va taolo bilan yaqindan tanishib chiqishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bilan qanday yaqindan tanishib chiqamiz? Allohning mahluqotlari ustida cho'nqur tafakkur qilish orqali Alloh subhanahu va taolo bilan tanishib chiqa olamiz. Chunki butun mahluqotlarda Allohning qudrat kamoli, ulug'ligi mujassamlashgan. Biz kunda uchrayotgan vaqaliklar, hadislarni tigi taktidan bilayli desak va bu hadislarga to'g'ri hukm qilayli desak va bu hadislarni o'z mohiyat bo'yicha bir bilayli desak, tafakkur qilishga ehtiyojimiz bor. Biz u hadislar haqida to'g'ri tafakkur qilsak, ondan keyin u hadis vaqaliklarga to'g'ri muomalada bo'la olamiz. Undaq bo'lgan ekan, har bir mu'min musulmon tafakkur qilish usulini bilish kerak. Bu tafakkur qilish g'arb dunyosida bir ilmga aylanib qoldi qarindoshlar. Bu tafakkur shundoq muhimki, bizning ikki dunyolik baxt saodatimizni belgilaydi. Shuning uchun Qur'oni Karimda butun oyatlar qarab baqsaq, to'gini qanday yaratib qarab tafakkur qilmamizlar, osmonni qanday yaratgan tafakkur qilmamizlar, osmon kech kunduzninki almish turishida qanday almish tafakkur qilmamizlar deb, inna fi xalqis samawati val ard va ixtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Osmon zaminning yorilishida, kech kunduzning almishib turishida aqlli tafakkur qiladigan insonlar uchun alomatlar bordir. Ya'ni Allohning qudrat kamolini ko'rsatgan alomatlar bordir deb tafakkur qilishni bo'lsa, dinimizdagi muhim ibodatlarning bir qismi qildi bizning dinimiz. Shuning uchun mana Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lishdan ilgari shuni tafakkur qilgan odat o'zida shakllangan. Hamda Rasululloh payg'ambar bo'lishdan 6 oy ilgari yana mundaq bir alohida ahvol bayqalgan. U bo'lsa-mu Rasululloh bir tush ko'rsa, shu tushi atsa. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalam ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va man wala. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Biz Arshi A'lodan kelgan nido degan oldingi darsimizda Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning 38 yosh kirgan vaqtida her yili Ramazonda yolg'iz
Hira g'origa chiqib, shu yerda bir necha kunni xilvatda o'tkazganligi va u yerda nihoyat cho'nqur tafakkur qilinganligi haqida so'zlagan edik. Mana bu Rasulullohning payg'ambar bo'lishdan ilgirki ko'rilgan alohida ahvollarning birisi bo'lsa, bir necha kun xilvatda o'ltirib tafakkur qilish. Hamda tafakkur qilish bo'lsa, dinimizda nihoyat cho'ng, muhim bir ibodatlarning qatoridan hisoblandi. Hatto hammamiz bilamiz qarindoshlar, dunyoni o'zgartiradigan to'g'ri tafakkur qilish. O'ylab baqili, biz dunyo oxiratning baxt saodatiga erishish uchun Alloh subhanahu va taologa itoat qilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taologa to'g'ri ravishda itoat qilish uchun oldi bilan Alloh subhanahu va taolo bilan yaqindan tanishib chiqishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bilan qanday yaqindan tanishib chiqamiz? Allohning mahluqotlari ustida cho'nqur tafakkur qilish orqali Alloh subhanahu va taolo bilan tanishib chiqa olamiz. Chunki butun mahluqotlarda Allohning qudrat kamoli, ulug'ligi mujassamlashgan. Biz kunda uchrayotgan voqeliklar, hodislarni tigi taktidan bilayli desak va bu hodislarga to'g'ri hukm qilayli desak va bu hodislarni o'z mohiyat bo'yicha bir bilayli desak, tafakkur qilishga ehtiyojimiz bor. Biz u hodislar haqida to'g'ri tafakkur qilsak, ondan keyin u hodis voqeliklarga to'g'ri muomalada bo'la olamiz. Undaq bo'lgan ekan, har bir mu'min musulmon tafakkur qilish usulini bilish kerak. Bu tafakkur qilish g'arb dunyosida bir ilmga aylanib qoldi qarindoshlar. Bu tafakkur shundoq muhimki, bizning ikki dunyolik baxt saodatimizga belgilaydi. Shuning uchun Qur'oni Karimda butun oyatlar qarab baqsaq, to'gini qanday yaratib qarab tafakkur qilmamizlar, osmonni qanday yaratgan tafakkur qilmamizlar, osmon kech kunduzninki almish turishida qanday almishi tafakkur qilmamizlar deb, inna fi xalqis samawati val ard va ixtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Osmon zaminning yorilishida, kech kunduzning almishib turishida aqlli tafakkur qildigan insonlar uchun alomatlar bordir. Ya'ni Allohning qudrat kamolini ko'rsatgan alomatlar bordir deb tafakkur qilishni bo'lsa, dinimizdagi muhim ibodatlarning bir qismi qildi bizning dinimiz. Shuning uchun mana Rasul akram sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lishdan o'shan ilgari o'shani tafakkur qilgan odat o'zida shakllangan. Hamda Rasululloh payg'ambar bo'lishdan 6 oy ilgari yana mundaq bir alohida ahvol bayqalgan. U bo'lsa-mu Rasululloh bir tush ko'rsa, shu tushi atsi aynan ilipidan yog'ichilik yuz beradi qarindoshlar. Biz Qur'oni Karimni o'qisaqmi, Yusuf alayhisalomning voqeligida Yusuf alayhisalomningki ko'rgan tushi ya abati inni ara ahada ashara kawkaban deb ko'rgan, ya'ni subhanahu va taolo Qur'oni Karimda nima deydi o'tsana, innash shaytona lakum adu fattakhizhu aduwa. Shayton sizlar uchun ajoyib dushman. Unda bo'lgan ekan ey insonlar, shaytonni misal dushman tutinglar, uningki kayni kirmanglar deydi. Bu dushmanimiz bizga tushlarimizdan aram bermaydi. Xo'sh. Endi bu bizning badanimizdan uxlagan vaqtida chiqqan ruh farishtami uchirmabdi, shayton ham uchirmabdi. Shunama, shu Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda mundaq bir voqelik kelgan. Bir sahoba kelib, "Ya Rasululloh, men kechidan tush ko'ribdiman. Tushimda beshim uzilib ketibdi. Men o'zimning beshini qo'g'lab yurdakman" degan vaqt Rasululloh nim dedi. "La yukhbiru ahadukum bi tala'ubish shaytoni lahu fi manami" dedi. Sizlarning beringlar, tushida shaytonning uni o'ynaganlik, o'zini o'ynaganlik haqida men xabar bermanglar dedi. Ya'ni inson bu, ya'ni tushida shayton, ruh shayton uchraydi degan so'zning hadisdagi dalili mana shu.
Endi bu ruh şeytanga uçurmagan bo'lsa nima bo'ldi bo'lsa, üçüncüsü mesela insandaki bir minninki fizyologik inkosi bo'ladi. Masalan, akşamız taz usab ketib yatsak, kechasi su ko'rib tushishimiz mumkin. Akşamız televizorda qo'rqinchli jinni kinosini ko'rsak, tushimizda shtaq jin alvasini ko'rib tushishimiz mumkin. Mana bu tushninki boshqa 3 xil bo'ldi. Bu vaqtda ham Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharif nima deydi bo'lsa, ar-ru'ya thalathatu aqsam. Faminha ma huwa haqqun yadribuhu malik deydi. Bunda degani tush 3 turga bo'ladi. Birisi farishtadan bo'lgan tush, bu tush haq tush deydi. Ikkinchisi mana shaytonninki bizninki ruhimizni shunda qalaymoqan qilishi, uchinchisi minnimizninki fizyologik inkosi deydi. Endi biz ko'rgan tushning qaysi xil tushga tava ekanligini bilish uchun biz cho'qim bu tushninki ta'birini biladigan olimdan so'rashimiz kerak. Bir tushni o'xshash ikki odam ko'ribdi yoki o'xshash tushni ikki odam ko'ribdi. Balkim buningki ta'biri bir-biriga o'xshashmaydigan chiqdi qarindoshlar. Masalan, hammamiz bilamiz, mushu tushga ta'bir berishda eng katta olim Ibn Sirin degan odam shu. Ya'ni bu tabiin katta olim, tush ta'bir berishda zo'r olim endi. Mush odamdan qashig'a bir odam keldi. Kelib, men tushimda azon to'lab tush ko'ribman debdi, sen haramga borgandaksa deb ta'bir berdi. Keyindan bir odam menmo azon to'lab tush ko'ribman debdi, sen o'g'irlik qilib qo'ling kesilgidek deb ta'bir berdi. Atrofdagi talib shogirdlari ustoz bu qanday gap bo'lib ketdi? Bu odam ikkilis o'xshash tush ko'ribdi, lekin ikkisiga ikki xil ta'bir berdi debdi. Birinchisining chiroyi qarasam, chiroyida iymonning nuri bor. Bir namozxon, taqvo odamdek qiladi. Shuningga bu odamning tushiga Haj surasidagi va azzim fin nasi bil hajji yatika rijala degan oyatga asosan, ya'ni İbrahim alayhisalom Alloh xitob qilib, sen kishilarning hajga kelish uchun azon to'la, ya'ni azon degan nido qilish degan gap, nido qil degan mush azon to'la degan ma oyatga asosan hajga borsa deb ta'bir berdim. Ammo ikkinchi odamga qarasam, bu ikkinchi odam taz tark salat, chiroyida iymonning chiroyi nuri yo'q bir odamdek qildi. Shuningga buningga Yusuf surasidagi va azzana muazzinun ayyuhal iri innakum lasariqun degan oyatga asosan, ya'ni bir azon to'lig'icha azon to'lab, ya'ni bir nido qilg'icha nido qilib, ey karvon sizlarning ichinglarda o'g'irva ekan degan oyatga asosan buning o'g'irlik qilib qul kesildi deb ta'bir berdim degan. Demak qarindoshlar, bu o'xshash tushni ko'rsa, uning ta'biri shu tush ko'rgan odamga qarta o'xshash bo'lmaydi. Shuning uchun biz tushimizni chuqum biladigan odamga deyishimiz kerak. Masalan, bilmaydigan odamga deb solsak, bu odam xato ta'bir berib qolsa, balki shu xato bergan ta'bir bo'yicha ahvolining yuz berib qilish ehtimolligi bor. Chunki Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda ar-ru'ya ala rijli ta'ir ma lam tu'abbir fa iza ubbirat waqa'at deydi. Sen ko'rgan cho'sh deydi. Bir qushning putiga bog'liqlik bo'ldi. Agar shu tushga ta'bir berilsa, shu ta'bir bo'yicha bu ketadi degan hadis sharif bor qarindoshlar. Buni hamma qarindoshlarimiz bilishimiz kerak. Shuning uchun biz tush ko'rsak, oldi bilan hamma tushga ta'birni bilsam bo'ldi deb jafo tatmasak ham bo'ladi. Bir tushni noiti aniq ko'ribdik yoki bir tushni takror ko'ribdik yoki ma'lum tush diqqatimizni alohida tatgan bo'lsa, o tushning ta'birini biladigan odamdan so'rasak bo'ldi qarindoshlar. Abu Bakr radhiyallohu anhu hammani bilamiz. Islomdagi birinchi xalifa bir qatam tushga ta'bir beribdi. Rasulullohim dedi, sen ba'ziga to'g'ri ta'bir berding, ba'ziga to'g'ri ta'bir bermading degan.
Shuning uchun Imom Malik radhiyallohu anhu nima degan? Sizlar Allohning vahiysi bilan o'ynashmanglar degan. Bunda degan nima degani? Ya'ni haq cho'sh Allohning shu inson qilgan vahiysi bo'ldi qarindoshlar. Chunki Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda payg'ambarlik vahiy men bilan tugdi. Ammo haq cho'sh qilib qoldi. Haq cho'sh payg'ambarlikning 46ning biri degan. Ya'ni payg'ambarlikni 46 ga bo'lsak, shuning birisi shu haq cho'sh degan. Shuning uchun bu qalaymiqan tushga ta'bir bersak bo'lmaydi. Masalan, Imom Malik radhiyallohu anhu tushida Azroil alayhisalomni ko'rib tush ko'ribdi-da. Shuni Azroil alayhisalomdan: "Hey Azroil, mening umrim qanchalik qoldi?" desa, unda 5 qo'lni chiqiribdi Azroil. Chiqargandan keyin o'g'inib, "Voy, mening 5 kun qolganmidi umrim? 5 yil qolganmidi? 5 oy qolganmidi?" deb g'am qilib, mushadag'i tushga bak ta'bir berishga olim Ibn Sirindan so'rabdi-da. Voy, mushda deydi, necha yil qolganda mening qancha qolgan umrim desa, voy bu yerda sening umringni degan gap emas. Bu yerda Jibrилning demakchog'ini 5 ish va g'ayb ish, buni Allohdan boshqa odam bilmaydi degani deb shunda degan. Chunki qarindoshlar, ajalning qachon bo'lganligini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Demak, Imom Malikda katta olimmi o'zining tushining ta'birini bilmagan. Shuning uchun tushga ta'bir bergan vaqtida cho'qim birinchisi o'zimiz yaxshi ko'radigan ishonchlik odamga deyishimiz kerak tush ko'rgan vaqtida. Ikkinchisi cho'qim tush ta'birini biladigan, tajribalik, mushahda bilim olgan odamga deyishimiz kerak. Hamda darsimning oxirisida qarindoshlarga eskartadigan bir masala bor. U bo'lsa-mu, nurg'un qarindoshlarimiz ba'zi yomon tushlarni ko'rib, noiti ansirab, iztirob chekadi. Ko'ngli yerim bo'ladi. Hamda yaxshi tush ko'rsak-ku Allohga hamd etsak bo'ldi qarindoshlar. Allohga hamd etib, Allohga rahmat etib, yaxshi tushimizni o'zimiz yaxshi ko'radigan odamga va bildigan odamga desak bo'ladi. Ammo yomon tush ko'rib qolsak-chi, buni qanday qilamiz? Buni bilishimiz kerak. Agar biz mush yomon tush ko'rganda qanday qilishni bilib olsak, Alloh subhanahu va taolaning izni bilan bu tush bizga hech qanday ziyon keltirmaydi. Birinchisi qarindoshlar, bu ko'rgan tushimizdan panoh tilayli. Ya'ni, ey Alloh, meni shu ko'rgan yomon tushimdan panoh tilayman deb shundan panoh tilayli. Ikkinchisi shaytondan panoh tilayli. A'udhu billahi minash shaytonir rajim deb shaytondan panoh tilayli. Uchinchisi qarindoshlar, sol tarafga 3 qatim tükürütimiz. Auzubillahi mineşşeytanirracim. Auzubillahi mineşşeytanirracim. Deb mushlar tükürütimiz. Rasulullohning bizga o'rgatgani shu. To'rtinchisi, agar shu tushga vaqtida sol qo'limizni besib yotgan bo'lsak, darhol o'rilib o'ng qo'limizni besib yotamiz. Ya'ni yotgan holatni o'zgartamiz. Agar o'ng qo'limizni besib yotgan bo'lsak, darhol sol qo'limizni besib yotamiz. Bu yerda ba'zi qarindoshlarimiz deyishi mumkin, asli sunnat o'ng qo'limizni besib yetishdi, payg'ambarimiz ashta yotadi, o'ng qo'limizni besib yetishimiz kerak. Yo'q. Gapingiz to'g'ri, ammo yomon tush ko'rgan chaqda o'ng tarafimizni besib yetib turib, yomon tush ko'rgan bo'lsak, sol tarafni besib yetish bu yerda bu sunnat. Eng oxirsida qildigan ishimiz 2 rakat namoz o'qiymiz qarindoshlar. Ondan keyin yomon tushni hech kimga demaymiz. Mana mush qatorliq ishlarni qilsak inshaalloh bizga ko'rgan yomon tush hech qanday ziyon solmaydi. Mana bu tush haqida qisqacha bir tushuncha qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizga foydali ilm ato qilsin va bu bilganlarimizga amal qilishimiz qilsin. Ve qarindoshlar, her bir musulmonning mushundaq o'zi anglagan bilganlarni boshqalarga yetkazish majburiyati bor. Sizlar yetkazolmasanglar, mush darsni boshqalarga bahrlash orqali yetkazib qo'yishinglarni umid qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.